Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli o'zbekistonlik vatandoshlar. Mana shu akamiz 10 yildan beri qiynalib kelyaptilar. Shu oyoqlarida ozgina muammolari bor. Qo'shimchasiga yana boshqa kasalliklar ham qiynayapti. Oila boshlari qo'shnimiz bo'ladilar. Anchadan beri qiynalib, mana doktor sarson bo'lib yuribdilar. Davlatdan ham yordam so'rab harakat qilyaptilar, ammo ancha muammo bo'lib, u yoqdan ham yordam kuzatilmayapti. Endi faqat shu yordam o'zimizda xalqdan bo'ladi degan umidda video murojaat qilyapmiz. Biz bunday bloger ham emasmiz. Qo'ldan kelgancha oddiygina video olyapmiz. Akamizdan biroz savol javob qilib olamiz. Aka, o'zi nima bo'lyapti? Qanday sog'ligingizda muammo? Sog'lig'imda 2016-yildan og'riyman. Shu astma, suyak yemirilishi, shu kasalliklar bilan. Shu oyog'ingizni ishlata olmaysiz, bemalol. Uje ishlamay qoldi. Hozir oyog'imni 3 marta, 4 marta operatsiya qildirdim. Oyoqda endi protez ham yo'q, suyak ham yo'q. Hozirgi paytda yeringlashib ketyapti. Hozir bunga lichena qilib operatsiya qilish kerak. Lichena olib, orqasidan operatsiya qilish kerak. Oxirgi operatsiyangizga qancha pul ketdi? 2023-yil bo'lganmidi? Shunaqa bo'lishi kerak. Bunga ancha ketdi, eslolmayman. Uylarini kattagina hovli edi. Yarmini ham sotib oldingiz. Joyimni yarmini, teng yarmini sotib ishlatdim. Hozir bir o'g'il, bir qizlari bor. 2 qiz, bir o'g'lim bor hozir. Yana bir kichkina 3 nafar farzandim bor. kichkintoyli bo'ldingiz. Iloji bo'lsa iltimos, yordam beringlar. Shu xalqdan yordam so'raymiz. Alloh taolo o'zi yengillik bersin hammalaringizga. O'zi rozi bo'lsin, o'zi roziligi uchun oz bo'lsa ham, ko'p o'rinda duo qilib bo'lsa ham yordaminglarni ayamaysizlar. Inshaalloh akamiz oyoqqa turib kelsalar, mana farzandlarning boshi bo'lib, ularga hali yana ko'p yengilliklar yaratib berib, o'qitib, shu vatanimizga xizmat qiladigan, xalqimiz uchun xizmat qiladigan farzandlar qilib tayyorlash uchun ham bularga ancha quvvat kerak. Sog'lik, salomatliklari tezroq tuzalib olishi kerak. Mana hozir yeringlashib ketyapti deyapti oyoqlarida. Men oyog'ini hozir yotib suratga olmoqchilik, o'zi yotolmayaptilar ham. Shu oyoqlarini ko'tarib ushlab turgan joylarida suyak ham yo'q hozir. Yo'q, suyak yo'q. Suyak ham yo'q. Endi protez ham yo'q. Protez bor edi, yo'q? Bor edi, yo'q, hozir yo'q. Endi u ham yo'q. Olib tashlaganmiz. Shu bormagan joylari qolmadi hozir. Mana 2016-yilda boshlangan bo'lsa, haligacha mana o'zlarida emas. Operatsiyalar bo'ldi, operatsiyalarga ham foydasi bo'lmadi. Bormagan joylari qolmadi. Mana hokimiyatlarga ham chiqdilar. Xo'p, bu yer O'zbekiston Toshkent viloyati Bekobod tumani Isfara mahallasi. Nechinchi xonadon? Oltin vodiy ko'chasi 44-chi. Oltin vodiy ko'chasi 44-xonadon hisoblanadi. Juda ham ko'p murojaatlar qildik, lekin hech kim deyarli yordam bergani yo'q. Endi hozir yagona umid bo'lib turgani avvalo Alloh taolodan duo qilib so'rashlik va shu o'zimizdan, aziz xalqimizdan yordam so'rashlik bo'lib turibdi. Oz bo'lsa ham imkoniyatlaringiz yetgancha yordam bersanglar, inshaalloh pul yig'ilib akamizni davolatishga yordam bergan bo'lardinglar. Alloh roziligi uchun so'rab qolamiz. Hammaga rahmat. Agar yana bir manazingiz bo'lsa, agar ilojlaring bo'lsa, imkonlaring bo'lsa, yordam beringlar. O'zim hali yoshman, 87-yilman. Oldimda 3 nafar farzandim bor. Iltimos yordam beringlar. rahmat hammaga oldindan. Hech yo'q, duo qilib qo'yasizlar degan umiddamiz.